Hamma meni zararli deb o'ylaydi. Mendan semiraman deb o'ylashadi. Meni xavfli deyishadi. Lekin haqiqiy meni bilishmaydi. Men bu mayonez degan ablahni yo'qotdim. U yillar davomida mening obro'yimni tushirdi. Tanishing, bu mening yangi do'stim Grek yogurti. Yog' o'rniga oqsil, zarar o'rniga foyda. Biz esa uning to'g'dasimiz. Vitaminlar, kletchatka, antioksidantlar. Biz organizmingni qutqarishga keldik. Men tovuq grutkasiman. Toza oqsil, bratan, hech qanday yog'siz, faqat mushaklaring uchun. Men esa lavash noniman. Yupqa va yengil. Bu oilani birgalikda saqlayman. Shunday qilib mendan qo'rqishni bas qiling. Men o'zgardim. Endi men foydaliman. Meni shu tabiiy holimda qo'rqmasdan har kuni yesangiz ham bo'ladi. Zarar keltirmayman. Chunki zararli mayonez endi yo'q. Har doim esingizda tuting, zararli ovqat yo'q. Zararli mahsulotlar bor. Agar shu zararli mahsulotlarni foydalisiga almashtirsak, xohlagan ovqatni mazza qilib yesak bo'ladi. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr!